Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz yana Mogoda. Aziz obunachilar, Mogo super yutuqli o'yinlar qilishdan charchamaydi. Xabaringiz bor. Super yutuqli o'yinimiz davom etyapti. 27-iyul kuni g'oliblarimizni aniqlaymiz. Bunga ikkita Sharm el Sheyxga chipta hamda unga yaqin qimmatbaho sovg'alar o'ynalyapti. Aziz obunachilar, kelinglar, mashina xarid qilinglar. Sovg'alarimizni g'oliblari bo'linglar aziz obunachilar. Har xil mashinalarimiz bor. Spark, Gentra, Cobalt, Matiz, Nexi 2, Nexi 3 har xil mashinalardan variant qilib beramiz. Kelasizlar, Mogoga tashrif buyurasizlar akalar. Chotki variantlarni qilib beramiz. Hamda bizdan mashina xarid qilganlarga, masalan, mashinalarimiz buzilib qolishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Mashinalaringiz kelib o'zimizga olib kelsangizlar, 20% usti haqqidan ham chegirmalarimiz bor. Bemalol ketirib taxlatib qo'yasizlar. Yana bizdan mashina xarid qilganlarga chixol, benzin, gaz kabi bonuslarni ham qilib beramiz aziz obunachilar. Kelasizlar, bemalol mashina xarid qilasizlar. O'yinimizga ham 27 kun vaqt qoldi. Kelinglar, mashina xarid qilinglar. Assalomu alaykum barchaga aziz obunachilar, qadrdon do'stlar, kanalimiz obunachilari. Biz yana siz kutgan Mogoda. Xudo bugungi yangi videomizda barcha so'ragandek, sizlar uchun yangi skidkalarni, aksiyalarni bomba qilib mashina narxlarini sindirib tashlaymiz xohlasa bugun. Akamiz bilan to'liq obzorni qilamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Mogoda yana obzorlarimizni aytib o'tamiz. Mashinalarimiz, chotki mashinalarimizni obzorni qilib o'tamiz. Xo'sh, bundan tashqari boshqa mashinalarni ham qilib beramiz. Sparklarimiz ham bor. Bemalol telefon qilib pastdagi nomerlarga so'rasalaringiz mumkin. Endi bitta mashinalarimizni obzorni qilib o'tamiz. Mashinamiz Xo'sh. Birinchi 2014-yil 3 talik. 2014-yil 3 talik. Mashinamiz holati zo'r. Eksport variant. Luks kondisionerlar ham ishlab turibdi akalar. Kondisionerlar ishlaydi, 4 ta yangi balonchalar. Propan gaz baloni mavjud. Mashinamizning boshlang'ich to'lovi 9.500.000 so'm ketirasizlar aziz obunachilar. Pasport prava 2 soat vaqt olasizlar. Bemalol mashinamizni haydab ketasizlar. Qolganini hisoblab beramiz keyin. Oyga qancha chiqadi? Yana vaziyatlarni aytib o'tamiz. 01 2 soatda 80 yo boshqa nomerliklar bo'lsa agar bu 1 kun, 1,5 kun vaqtimiz oladi. Yana ko'chadan o'zlaringizga yoqqan mashinani olib kelsangizlar, bozordan olib kelsangizlar, mashinalarimizni salgina vaziyatlar o'zgartirdik. 25%, 30% boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beradigan bo'ldik aziz obunachilar. Bunda sizlarga foizlari zo'r tushadi, foizlari pastroq tushadi, pastroq foiz bilan hisoblanadi hamda oylik to'lovlaringiz chotki bo'ladi. Shu uchun boshlang'ich to'lovni ozgina ko'paytirdik. Xo'sh, bu mashinamizni aytib o'tdik. Keyingi mashinamizni aytib o'tamiz. Keyingi mashinamiz 2015-yil Best Luks konditsioner bu ham propanda mashinamiz, konditsionerlar ham ishlab turibdi. Mashinamiz polni radnoy. Sostanasi o'ta zo'r holatda. Mashinamiz balonlari yangi holatda turibdi akalar. Kelasizlar, mashinamizni xarid qilasizlar. Mashinamizni boshlang'ich to'lovi 9.650.000 so'm bilan chiqarib beramiz. Pasport prava 2 soat vaqtlaringiz bo'ladi akalar. Kelasizlar, mashina haydab ketasizlar. Tayyor mashina akalar. Mashinani kelasizlar, bonus qilib beramiz. Metan, kimgadir benzin, kimgadir chixol, kimgadir pollik bonuslari qilib beramiz akalar. Xohlasa kelsangizlar hammaga bonus qilib beramiz. Keyingi mashinamiz bu ham 2015-yil Best Luks konditsioner. Bu ham konditsionerlar ishlab turibdi akalar. Metanda mashinamiz metanda sakadiska kar metal turibdi. 4 ta yangi saka balonchalar bosib qo'yilgan. Balonlar ham zo'r holatda, chixol poliklari bor. Bu mashinamizni boshlang'ich to'lovi aziz obunachilar 8.950.000 so'm boshlang'ich to'lov qilasizlar. Mashinamizni xarid qilib olib ketasizlar. Pasport prava 2 soat vaqtlaringiz ketadi aziz obunachilar. Mashinamiz tayyor holatda, kelasizlar, minib ketasizlar. Xo'sh, keyin Nexi 2 legendalarimiz. Nexi 2 mashinamiz 2015-yil gibrid Luks konditsioner. Mashinamizda sostanasi zo'r holatda, konditsionerlar ham ishlab turibdi. Mashinamiz metan gaz balonda tayyor holatda turibdi. Kelasizlar, xarid qilib olib ketasizlar aziz obunachilar. Mashinamiz sostanasi zo'r holatda turibdi. 2015-yil boshlang'ich to'lov 10.500.000 so'm bilan chiqarib beramiz aziz obunachilar. 10.500.000 ga. 10.500.000 so'm berasizlar, pasport prava 2 soat vaqtlaringiz olib ketadi. Tamom. Olib ketasizlar mashinani. Olib ketaverasizlar. Keyingi mashinamiz 2016-yil gibrid Luks konditsioner. Mashinamiz holati chotki holatda. Buni akasi, 15imizning akasi. Xuddi shunga o'xshagan metani bor, gibrid Luks konditsioner. Sostanasi zo'r holatda, balonlari yangi holatda turibdi. Mashinamizda chixol, benzin, gazlar, bonuslar qilib beriladi kelgan odamlarimizga. Mashinamiz narxi 78 million so'm, boshlang'ich to'lov. Mashinamizni boshlang'ich to'lovi 11.700.000 so'm bilan chiqarib beramiz. Bir dona pasport prava hamda boshlang'ich to'lov. 2 soatda kelib mashinamizni xarid qilasiz aziz obunachilar. Xo'sh, keyingi mashinamiz
Bu ham gibrid Lux konditsioner 2016-yil. Mashinamiz Daewoo kuzovda, holati o'ta ideal, ballonlari yangi holatda, metan gaz balloni bor akalar. Mashinamiz tayyor holatda, kelasizlar, minasizlar, olib ketasizlar. O'rtacha xarajati yo'q. Mashinamizning narxi 81 million so'm, boshlang'ich to'lov 12 million 150 ming so'm. Qilasizlar azizlar, bir dona pasport, prava, 2 soat vaqtlaringiz bilan ketadi, mashinani haydab ketasizlar azizlar. Bemalol haydab ketaverasiz. Hozirda mashinalarimiz shu o'zlaringiz ham olib kelsangizlar qilib beramiz. Boshida aytib o'tdik. Xuddi shunday 25-30% boshlang'ich to'lov, yillik foizlar arzon qilgan holatda qilib beradigan bo'ldik. Mashinalarimiz boshqa Spark mashinalarimiz bor, bemalol telefon qilasizlar azizlar. Bu yerda mashinalardan top beraveramiz. Ha, boshqa mashinalar ham yana top beramiz. Cobalt, Gentrol ham bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Bemalol top beramiz. Xohlagan mashinalaringizdan mana shu yerda ko'rib turgan mashinalaringizni endi qo'ldan kelguncha obzorini qildik, xudo xolasa. Hammani sig'da hammasi konditsionerlar ishlatib turibdi. Kelasizlar, bemalol xarid qilasizlar. Aksiyalaringiz, skidkalari bilan sizlarga cho'tki qilib beramiz. Video yoqsa bittadan like bosib, obuna olib qo'yinglar. Kelgusi videolardan yana sizlarga yangiliklarni qo'yib borishni davom ettiramiz. Aka bir yana o'yinni eslatib o'tamiz obunachilarga. O'yinimiz 27-iyul kuni bo'lib o'tadi aziz obunachilar. Mana shu ofisimizga tashrif buyurasizlar, ofisimizga bo'lib o'tadi. Toshkentdan bo'ladi o'yinimiz. Biza Buxoroda onlayn qatnashamiz. O'yinimizga 2 kishilik Sharm Shayxga chiptalar o'ynaladi, hamda o'yinga qimmatbaho sovg'alar o'ynaymiz. Kimgadir qimmatbaho sovg'a tushadi, kimgadir Sharm Shayxga chipta tushadi aziz obunachilar. Kelinglar, ishtirok etinglar, omadingizni sinanglar akalar. 27-iyul kuniga 27 kun vaqtimiz qoldi. Xolasa bemalol kelaverasizlar ofisimizga. Xo'p. Unda kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, aka, sog' bo'lasizlar, xudo xolasa. Kelgusi videolarda sizlarga yana yangiliklarni qilishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting.